Assalomu alaykum. Aziz qishloqdoshlar, manaki bizni bariyamiz bitta. Xudo xolasa. Tak. Bu tomonda kirmoqchim. Hojatxona. Okey. Shu tepada bochka bor, shu maydon joy qoldirganmiz. Tepaga chiqib suvlar yoqish uchun. Va Ariston 80 metrlik. Okey. Shkafli rakminamiz. Va isitish moslamasi. Sanki ichkari. Saratonga soya, tunga oy kerakdir. Sen menga keraksan, Okey, manzaradan qildik buni. Onlar. Tepasi dekor. Substitutni ham yaxshi qo'yganmiz. Biroda san ko'rsatadi, 4 rejimda ishlaydi. Va bitta hojatxona qo'yilgan. Hojatxonaga ham отдельно masalan kabellarni mayga chetroq qolish kerak. Mana shuni qo'yganmiz. Va bitta motorimiz. İşon sensiz bir an ham yashay olmayman. Devon keng oldida bosh egaman. Saratonga soya, tunga